Ravon kuzatuvchilar, bugun sizlarga ajoyib kvartiralardan birini ko'rsatamiz. Toshkent shahri Yakkasaroyda joylashgan birinchi qavatdagi 170 kvadrat metrlik kvartiramiz. 5 ta xonali kvartira bo'ladi. Bu podest qismi, kirovnish, prixoshkamiz. Juda ham keng qilingan. Albatta videoni oxirigacha ko'ring va videoda kommentariyalarni qoldirishingiz mumkin. Bu kvartiramiz tashqi eshigi, asosiy kirish eshigimizdan biri. Juda ham chiroyli qilingan, ikkita qanotli katta eshik, domofon tizimlari o'rnatilgan. Demak, xonadonga kirib boramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xonadonga kirganimizda koridor qismi dahlasi deyiladi. Bu yerda garderobli shkaflarimiz bor. Kirganimizda elektr shitlarimizni ko'rishimiz mumkin. Juda ham sifatli materiallar ishlatilgan. Uyimiz Evrostil va neoklassika yondashilgan. Kirganimizdagi ajoyib qandillarni ko'rsak bo'ladi, svetильniklarni. Eshigimiz orqa tarafi. Uyimiz birinchi etajda joylashgan, dupleks hisoblanadi. Podval va yuqori qavat. Общий 170 kvadratni tashkil etadigan kvartiramiz. Kattaga prixoshka. Patologlar juda ham chiroyli. Uyimiz yangi, yaqindagina remontdan chiqqan. Tayyor kirib yashaysiz, hamma narsa bor. Faqatgina o'zingizga kerakli bo'lgan kiyimlaringizni va idish-tovoqlaringizni olib kelsangiz bo'ladi. Birinchi ko'rsatmoqchi bo'lganim bu kuxnya, studiya variantda qilingan. Tipa zal, совмещенный. Konditsionerlar, kuxonniy mebel, televizor, холодильник, elektropech, mikrovolnovka, gaz plita, hamma narsa bor. Mana bu yetishkilar mebellarimizni ko'rishingiz mumkin. Hammasi sifatli materiallardan ishlatilgan do'stlar. Yuqorida ajoyib qandillarni ko'rsak bo'ladi. Albatta bunaqangi kvartira hammani ham orzusi. Niyat qilamiz hamma ham shunaqangi chiroyli kvartiralarni sotib olib yashash nasib qilsin. Kuxnyamizda posuda moykamiz bor bu yerda. Ko'p mebellarimiz Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan mebellar. Albatta o'zingizlar ko'rib kuzatishingiz mumkin. Gaz plita ham Hoffman kompaniyasi tegishli ekan. Mana bu joyda do'konli juda ham katta kotolimiz bor. Bilmayman, bu koreyskiy yoki germanskiy. Juda ham chiroyli, yaxshi kotol qo'yilgan, sifatli. Bu esa bu yerda yo'l o'tgan parkovka, makro, restoran, kafe, supermarketlar hammasi shu atrofimiz o'zida do'stlar. Bu yerda chiroyli kartinalardan foydalanilgan. Kuxnyamiz, kuxonniy mebellarni ko'rdilar. Demak, biz prixoshkadan boshqa xonalarni ko'rsatib boramiz. Chap tarafdagi xona kirganimizdagi общий санузел bo'ladi. Bu to'g'ridagi xona esa bolalar xonasi, детский komnata. Kravatimiz bor. Dars qilish uchun stol-stullar qilingan. Kutubxona uchun polkalar ham tayyor. Kiyimlar uchun hamma mebellarimizni mana ko'rib turibmiz. Yuqoridagi qandillarni ham ko'rsak bo'ladi. Uyimizda Evrostil va neoklassika yondashilgan, juda ham chiroyli remontlar qilingan. Pollarimiz Tarkis va Detarkis va to'pli pol sistemalari o'tkazilgan do'stlar. Keyingi yonidagi xona esa bu ota-onalar uchun spalnya, ya'ni yotoqxonamiz. Mebel hammasi tayyor. Shundoq kirib yashaydigan imkoniyatdagi kvartira. Mana mebellarimizni ko'rishimiz mumkin. Juda ham ochiq ranglar tanlangan. Xonadonga kirib, ya'ni kayfiyatingiz ko'tariladi. Har bitta jihozlar, hattoki qandillar ham aynan xonaga moslanib yondashuv qilingan. Sanuzel emas, ya'ni ota-onalar uchun qilingan sanuzel. Nima deydi? Yotoqxonadagi sanuzelimizni ko'rishimiz mumkin. Eng original nima deydi? Unvonlik BD va mumtaz, hattoki dush elementlari ham hammasi sifatli original mahsulotlar ishlatilgan.
oyoq ostidan katta kafedan foydalangan. Bu yerda issiqni to'pib pol bemalol kirib yurish imkoniyati bor. Yuqorida konditsionerlarni ko'ryapmiz. Endi esa biz pastki xonalarni ko'rsatamiz. Bu yerda chiroyli zinapoya qilingan to'g'ri kartinka va sitinilar ham ko'rsak bo'ladi. Demak, zina orqali pastga tushib boramiz. Pastki qavatimizda ham o'ziga yarasha koridor qismi mavjud. Xonalar tiqilib qolmagan, kengligi yaxshi. Mana bu zinadan tushib keldik. Zina ostida boshqaruv sistemasi joylashtirilgan, ya'ni katalon sistema aynan shu yerda to'qib bor. Tizimlar shu yerdan boshqariladi. Mana ko'ryapsizlar. Xuddi uchastkadagidek juda ham chiroyli, sifatli narsalar ishlatilgan. Oqilona foydalanilgan zina ostidan bu yerda keraksiz supurgi shunga o'xshagan narsalarni, pilososlarni ham shu yerga qo'ysak bo'ladi do'stlar. Demak, xonani o'ng tomondan boshladik. Bu yerda ham ota-ona spalnis qilingan. Mana kattagina spalnya. Dupleks, ya'ni pastki qavat bo'lishiga qaramasdan deraza romlar o'rnatib qo'yilgan. Panjaramiz bor. Havo almashtirish juda ham yaxshi. Hattoki sliflarni ham qilib qo'yish kerak. Yomg'irdan nima deydi? Slif orqali kanalizatsiyaga ketadi. Ajoyib qandilni kuzatishimiz ham mumkin. Galogen chiroqlar ham o'rnatib qo'yilgan. Devorda esa chiroyli kartinkalar, ya'ni suratlar foydalangan. O'ziga xos shkaf. Bu yerda ishlatilgan mebellar hammasi привозной, ya'ni chet mamlakatdan olib kelingan. O'zingizlar ko'rishlar mumkin. Har bir mebel aynan xonani o'zini ko'rinishiga qarab tanlangan. Ushbu yotoqxonamizda ham uzun sanuzeli bor, dush kabina, BD, unitaz, ummanlik, sushilka hammasi o'rnatib qo'yilgan. Mana yuqorida betishkalarimiz bor. Xonadonda hali hech kim kirib yashamagan. Remontdan keyin tayyor turibdi. Ushbu kvartiramizning bahosini men ekranga yozib qo'yaman. Telefon raqamlari bo'ladi. Bemalol telefon qilsangiz ushbu kvartirani sotib olsangiz bo'ladi. Demak, bu kabinet, bolalar xonasi qilsak ham bo'ladi, lekin xonadon egalari, ya'ni kabinet nimasida tayyorlagan xonalarini bu yerda polkadan ko'ryapmiz. Kitoblarni taklab qo'yishingiz ham mumkin. Juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Albatta, bunaqangi ajoyib qandilni endi ko'rishim. Qandilni ko'ringlar. Ajoyib qandil foydalanilgan. Yuqorida esa konditsioner. Va shu ko'rishdagi chiroyli svetinilar ham ko'rsak bo'ladi. Xonadonda 3 ta spalnya bor. 3 ta sanuzel, garderobni va bu yerda ham sanuzelimiz bor. Общий bu. Yana общий foydalanish uchun qo'yilgan. Juda ham keng. Uyimizda 170 kvadratdan iborat 5 ta xona, kuxnya va garderobli xonamiz bor. Bu yerda prachniy xona. Stiralkalarni ko'ryapmiz, stiralkalarni ham qo'yib qo'yishgan. Yuqori patologlarimiz. Bu esa garderobni. Mana oilaviy garderobni общий. Hatto garderobli xonada ham konditsioner o'rnatib qo'yilgan. Va oxirgi xonamiz zinadan tushganda chap qo'lda bo'ladi. Bu tipa zal, kinoteatr xonasiga o'xshatib qilingan. Ajoyib qandilni kuzatishimiz ham mumkin. Pardalar va mebellar. Bu yerda mana ko'ryapmiz, spalnida televizor o'rnatilmagan, aynan zalda va kuxnyada, ya'ni kuxnya samishoni studiyni variant qilingan.
ikkita televizorimiz bor, tayyor. Albatta video yoqqan bo'lsa, kvartiramiz yoqqan bo'lsa, kommentariy fikringizni qoldiring. Ekranda ko'rib turgan nomerlarga telefon qilib ushbu kvartirani sotib olishingiz mumkin. Manzillarni qaytarib o'taman. Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida joylashgan 5 xonali kvartira 170 kvadrat tashkil etadi. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ekran oldida ko'rishguncha xayr bo'lsin.